Hop, uстановka ishlarimiz boshlandi do'stlar. Mana hozir blankalar uстановka qilib chiqyapti shogird. Faqat bugun boshladi ishni hozirgina. Blankalar podgotovkasi. Bitta kichkina teshigiga, bitta bu yuradigan teshigiga qo'yamiz. Taxminiy teshilganda bemalol qotirib ketishga osonroq bo'ladi. Strategiya, taktika deydik. Ledlar mana shitlarimiz. Podgotovka ishlarimiz ketyapti, xudo xohlasa. Bugun polniy podgotovkadan chiqsa, ertadan polniy uстановkani boshlaymiz. Ish juda katta. Bo'ladi. Ikkinchi etaj bor. Glavniy shitimiz mana hali hech nima qilinmagan, shu turibdi mana. Polniy deb chiqish kerak buni ham hali. Hech narsa yo'q.